shu yostiqda uxlab shunaqangi afsuslandim desam ishonasizmi? Videoni oxirigacha ko'rsangiz sababini bilib olasiz. To'g'risini aytsam, bu yostiq haqida keladigan o'tsiflarni ko'rib unchalik ham ishonmas edim, toki o'zim olib ishlatmaguncha. Hamma homiladorlik har xil o'tadi deb shunga yetishsa kerak. Bu homiladorligimda kechasi uxlashga juda ham qiynalardim. Qornim bilan uxlab qolmayapmanmi deb juda ham ko'p o'ylardim. Oxiri shu yostiqni olib uxlashga qaror qildim. Ishonasizlarmi? Shunaqangi mazza qilib tiniqib uxladim. Belingizdagi og'riqlarni kamaytirishga, qorin bilan uxlab qolmasligingizga va kuni bilan charchagan oyoqlaringiz mazza qilib dam olishiga katta yordam berar ekan. Birinchi kun uxlaganimga shunaqa bo'ldi shekilli deb ishonmadim. Keyin ishonasizlarmi? Bu yostiqsiz uxlamaydigan bo'lib qoldim. Har kuni shu yostiqda uxlamasam bo'lmasdi. Ayniqsa srokingiz kattalashgani sari bu yostiq sizga juda ham kerak bo'ladi. Shuning uchun qancha vaqtli olsangiz, shuncha o'zingiz mazza qilib kechasi qiynalmasdan uxlaysiz. O'zim ishlatib ko'rgandan keyingina barcha o'tsiflarga 100% ishondim, chunki homiladorlar hech qachon aldashmaydi. Agar hali ham olmagan bo'lsangiz, sizga albatta tavsiya qilaman. Oling va mazza qilib uxlang.